inson organizmida o'zi o'sha 25 yoshgacha kollagen ishlab chiqariladi. Lekin mana shu 25 yoshdan keyin bu jarayon sekinlashadi. Kollagen bu nafaqat teri, balki soch, tirnoq, bo'g'imlar, suyaklar, butun bir organizmimizni ushlab turadigan strukturaviy oqsil hisoblanadi kollagen. 25 yoshdan keyin bu jarayon sekinlashgani uchun bemalol ichib yursak bo'ladi kollagen. Terimizni, demak, elastikligini, turgorligini oshirib beradi kollagen. Suyaklarimiz, bo'g'imlarimiz mustahkamligini, soch, tirnoq, butun organizmga ijobiy yaxshi natija ko'rsatadi kollagen. Kollagen ichayotganda ham kamida 3 oydan 6 oygacha ichib yurish kerak uni. Shundagina natijani ko'rasizlar. 1 oy, 2 oy ichib, sraz natija bo'lib qolmaydi. Kollagenni organizmda yaxshi ishlab chiqarilishini stimulyatsiya qilish uchun bizga vitamin C kerak bo'ladi. Kollagenni vitamin C bilan birga ichganimizda organizmga yaxshi so'riladi kollagen. Shunaqa foydali ma'lumotlarga ko'proq ega bo'lishni bilishni xohlasanglar, sahifamni kuzatib boringlar.